Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 30-aprel. To'y sarpomizdan 8,5 metrlik ko'rpachalarimiz, 11 ta yostiqlarimiz tayyor bo'ldi. Bularni hamma paxta solish, tikilish, ishkichoqlari polni overloga yopilgan holatlari hammasi Telegram gruppamda qo'yib boriladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yostiqlarimiz ichida alohida qop qilib, paxtalari solib, tikilib, keyin zamokka kiyitilgan. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Paxtasi qalin solingan. Hozir men sizlarga buni yig'ma holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana aziz opa-singillarim, 11 ta yostig'imiz, 8 ta davrxonamiz. Biqinidan bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Men svetni ham o'chirib sizlarga ko'rsataman. Mana svet chirdim uncha bo'lmadi. Mana paxtalari qalin solingan, uchlarigacha borgan paxtasi. Mana kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, xohlagan nusxalaringizdan, ranglaringizdan chiqarib tayyor qilib beraman. Ishlarimizni ko'ringlar, baho beringlar, Telegram gruppamga a'zo bo'linglar.